Morgan. Shu yerdamisan yo'qmi bilmayman. Meni eshityapsanmi? Balki eshitayotgan bo'lsan kerak. Shunga umid qilaman. Men boshqa odamlarni topdim. Oilamni topdim. Tasavvur qilyapsanmi? Xotinim bilan o'g'lim tirik ekan. Buni bilishingni xohlardim. Yana bir narsani bilishing kerak. Atlanta biz o'ylagandek emas ekan. Va'da berishgandek emas ekan. Shaharga borma. Endi u yer o'liklar shahri. Bizni lagerimiz bir necha kilometr shimoli g'arbda joylashgan. Katta tosh tepalikda. Uni xaritada ko'rishing mumkin. Kelganda bizni topasan degan umiddaman. Lekin ehtiyot bo'l. O'tgan tunda zombilar o'rmon tomondan kelishdi. Biz odamlardan ayrilib qoldik. O'zingni ehtiyot qil, Morgan. O'g'lingni emasra. Sen bilan saharda bog'lanishga harakat qilaman. Andre. Afsusdaman. U o'ldi. Uni olib ketishimizga ruxsat ber. Hammamiz uni yaxshi ko'rardik. Va'da beraman, uni avaylaymiz. Hali ham shunday o'tiribdimi? Hatto gaplashmayapti. Kechasi bilan shunday o'tiribdi. Nima qilamiz? Uni shunday tashlab keta olmaymiz. Emmiga ham boshqalarday ish qilish kerak. Unga tushuntiraman. Andre. Qurolni ishlatishni bilaman. Yaxshi, bo'pti. Kechir. 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 AMC namoyish etadi. Andrew Lincoln, John Barenthal, Sarah Wayne Kellis, Laura Holden, Jeffrey Damoon, Steven Yeun, Chandler Riggs. G'oya muallifi Frank Darabont, Robert Kirkman, Tony Moore va Charlie Adlard komikslari asosida suratga olingan. Manqurtlar olami. Jiddiy gapiryapsizlarmi? Nima, unga hech nima qilmaymizmi? Nima taklif qilasan? Nima bo'lardi? Miyasiga ochish kerak jin urgurni. Bu masofadan kurkani ko'zini ham poylay olaman. Yo'q. Xudo haqqi uni tinch qo'yinglar. Uyg'on Jimbo, bizni ish kutyapti. Rahmat. Nima qilyapsizlar? Bu zombilar uchun.
o'zimiznikilarni ana u yerga ko'mamiz. Nima farqi bor endi? O'zimiznikilarni ko'mamiz. Yondirmaymiz. Tushunarlimi? Tushunyapsizmi? Odamlarimizni ko'mamiz. Nimani eksang shuni o'rasan. Akamni tashlab ketgan edinglar. Shunday bo'lishi aniq edi. Sendan qon oqyaptimi? Mendan emas, o'liklardan tegdi. Qon yangi-ku. Seni tishlab olishdimi? Yo'q. Hujum qilishganida tirnab oldim. Seni tishlab olishibdi. Hammasi joyida. Unda ko'rsat. Hech kimga aytma, iltimos. Uni zombi tishlab olibdi. Jimni zombi tishlabdi. Yo'q, hammasi joyida. Yaxshi. Hammasi joyida. Ushla uni. O'rab ol. Jim, tinchlan. Qo'lingdagini qo'y. O'rab ol. Jim, tinchlan. Men yaxshiman. Hech nima qilmadi. Ushla. Eshityapsizmi? Yaxshiman. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Yaxshimi? Yaxshi. Hammasi joyida. Hammasi joyida deyapman. Iltimos, ha, yaxshiman. Yaxshi. Hammasi joyida. Men yaxshiman. Boshiga kerkishni sanchib qo'yish kerak. Ana u qizga ham. Senga ham shunday qilishlarini xohlarmiding? Bu ishingizdan minnatdor bo'lardim. Gapirgim kelmasa ham balki Daryl to'g'ri aytayotgandir. Deyl, Jim quturgan it emas. Men unday demadim. U betob. Agar bu yo'ldan ketsak, chegarani yo'qotib qo'yamiz. Chegara zombilarga ham, zararlanganlarga ham bir xil. Ularga yordam berish mumkin bo'lsa-chi? Kasallikni nazorat qilish markazida dori yaratishmoqchi deb eshitgandim. Men ham shu haqda eshitgan edim. U yer hali ham ishlayotgan bo'lsa-chi? Oshna, u yerda hech nima yo'q. Nega? Agar biror hukumat birlashmasi qolgan bo'lsa, ular u yerni himoya qilsa kerak. Menimcha bu bizning imkonimiz. Rik, agar buni xohlayotgan bo'lsang, men ham seni qo'llab-quvvatlayman. Agar xatarsiz joy bo'lsa, u armiya bazasida, Fort Beminida. Bu yerdan 150 kilometr narida-ku. Lekin infeksiya o'chog'idan ancha uzoqda. Agar u yer ochiq bo'lsa, qurol-yarog' bilan himoyalangan bo'ladi. U yerda himoyalangan bo'lamiz. Harbiylar qolgan bo'lsa kerak. Nazorat markazi Jimni qutqarish uchun yagona choramiz. Aspirin qidirasizmi? Nima qilsangiz qilavering. Biroq kimdir bunga chek qo'yish kerak. To'xta. Biz tiriklarni o'ldirmaymiz. Boshimga qurol o'qtalgan odamdan buni eshitish qiziq tuyularkan. Nimadadir kelisha olmasligimiz mumkin, lekin bu borada emas. Qo'lingdagini qo'y. Tezroq bo'l. Men bilan yur. Men qayerga olib ketyapsan? Bexavotir yerga. Unga hurmat bajo keltirishga keldim. Xotinimdan qanday ayrilib qolganimni aytmaganmidim. Saratonmi? Ha. Uni hamma doktorlarga ko'rsatdim. Barcha tahlillarni qildik. Hamma operatsiyalardan, kimyoviy terapiyadan keyin u taslim bo'ldi. Taqdirga tan berdi. Lekin meni qo'limdan kelmadi. Oxirgi bir necha yil g'azablanib yurdim. O'zimni aldangandek his qildim. U o'lgandan beri esa men hech kimga g'amxo'rlik qilmagandim. Birinchi sizlar bo'ldingiz, siz odamlar. Bugun tug'ilgan kunim edi.
Nima, topdimmi? Tug'ilgan kunini intiqlik bilan kutardim, lekin doim o'tkazib yuborardim. Kollejda o'qirdim. Bolalar bayramida qatnashishga vaqtim bo'lmasdi. Qo'ng'iroq qilib meni chaqirardi. Doim kelaman deb va'da berardim. Rostdan borishni xohlardim, lekin va'dadan boshqasiga o'ta olmasdim. Bilaman, bunday paytlarda vijdon azobidan qutulish qiyin bo'ladi. O'zimga ber. Erim-ku. Emi. Emi, meni kechir. Yoningda bo'lmaganim uchun kechir. Har doim hali vaqtimiz bo'ladi deb o'ylagandim. Hozir shu yerdaman, Emi. Shu yerdaman. Seni yaxshi ko'raman.
Gapir. Xo'p, bo'pti. Agar erkaklarning yarmini olib bu yerdan ketib qolmaganingda, oilangni himoya qilib qolganingda, balki kamroq odam o'lgan bo'larmidi, a? Agar borib qurol olib kelmaganimizda menimcha ko'proq odam o'lgan bo'lardi. Balki hammadir, hech kim bilmaydi. Baribir jasadlarni yoqish kerak deb o'ylayman. Ularni yoqishga kelishib olgandik-ku. Rejamiz shunday edi. Oldin xitoylik bunday qilish mumkin emas deb turib oldi. Endi uni gapiga kiramizmi? Bu odamlar bu yerda kim boshliq ekanligini bilish kerak. Qoidalar shunday. Unga bo'ysunish zarur. Qoida bu. Qoida yo'q. Muammo ham shunda. O'zimizni anglashimiz uchun bir daqiqa ham vaqtimiz bo'lmadi. Qayg'uga botib, o'lganlarni eslashga vaqt kerak. Xuddi odamlardek. Yo'q. Yo'q. Yo'q, faqat bu emas, iltimos, yo'q. Yo'q. Bu emas. Faqat bu emas. O'zim uddalayman. O'zim qilaman. Birovlarni ko'mish qiyin. Lekin sizlarni o'ylasam, Endi biz xavfdan xolimizmi? Birgamiz-ku. boshqa ketib qolmayman. Va'da beraman senga. Oying bilan xoli gaplashib olishim kerak. Bo'ptimi? Bo'pti. Xo'p. Sheyn ketib qolganimga meni ayblayapti. Senchi? Endi qurolimiz bor. Biz kuchlimiz. Endi odamlar kam. Bu esa bizni zaiflashtiradi. To'g'ri qilding deyishimni xohlayapsan. Buni tushunaman. Ikkingiz faqat 50% ga haqsiz deyishim mumkin. Hozircha faqat shunga qodirman. Nazorat markazi haqida nima deysan? Rik, Bu yerda jar yoqasdamiz. Bizga yengillik kerak. Yordamga muhtoj kasal odamimiz bor. Odamlar nega buni ko'rishmayotganiga tushunmayapman. ularning yuziga bir qara, meni yuzimga. Hammamiz qo'rqyapmiz. Agar birortamiz o'z tuyg'uyimizga ishonib, shaharga borishni taklif qilsak, rozi bo'lmasding. Menga nima desang ham ishonch bilan ayt. Seni sevaman. Faqat shuni ayta olaman. Men ham seni sevaman. Isitmasi ko'tarilib ketdi.
Senga biror narsa kerakmi? Suv. Biroz suv ichmoqchiman. Hozir olib kelaman. Kerol, menga yordamlashvor. Menga ham qabr qoldirdingmi? Buni hech kim xohlamayapti. Gap seni xohishingda emas. Agarda Xudo tuzib qo'ygan rejalardan o'zib ketaman desang adashasan. Men shunchaki agar Xudo ruxsat bersa, senga yordam bermoqchiman. Mangra daraxtlardan ehtiyot bo'l. Ularni ildizi qayiqni teshib o'tishi mumkin. Buni bilasan-ku. Emmi o'sha yerda suzyapti. Qayiqqa qarab tur. Bo'ptimi? Qayiqqa qara. Axir va'da berganding-ku. Bu haqda unutma. Qayiqqa qarab turaman. Xavotir olma. Yaxshi. Rikni nimadir qilish kerak. Kasallikni nazorat qilish markaziga borish fikri xato bo'ladi, Lori. Nima, uni qo'llayapsanmi? Nima qilay, erim-ku axir. Balki yaxshi rafiqadirsan, biroq boshqa odamlarni ham hayotini xatarga qo'yish fikri yaxshi emas menimcha. Xo'sh, sen nima deysan? Odamlar o'zlari hal qilishadi. Meni oilamni bunga aralashtirma. Bu odatingni yig'ishtir. Bu odatimni tashlashim kerak bo'lgan odatlarim orasiga qo'shib qo'yaman. Yoqmasa ham. Nima odat ekan? Menga reja kerakligi haqida gaplashayotgandik. Xo'sh. Ketamizmi yoki yo'qmi? Balki shu yerda qolarmiz. Yana konserva topib kelishimiz mumkin. Bu yerda qola olmaymiz. Buni ikkimiz ham bilamiz. Ayni damda Shayinga senga ishonish kerakligi haqida gapirgandim. Borib tekshirib ko'ramiz. Bilasanmi do'stim? Bu odamlar unchalik amin emas. Agar o'sha yerga borsang, yolg'iz qolishing mumkin. Lori bilan Karlni o'sha yerga olib borishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'r demoqchiman. Oilam uchun yaxshi bo'ladigan ishni qilishim kerak. Nima? O'z oilangni xatarga qo'yasanmi? Dushman tomonga 150 kilometr yurishdan boshqa chorasi bormi? Agar tirik qolish haqida gap ketganda, biror yaqinroq kemaga suzishni maslahat berardim. Dengiz tomonga emas. Nega meni qo'llamayapsan? Jon degan bo'lardim-u. Shunchaki rozi emasman. Agar o'zingning oilang bo'lganida bunday demasding. Nima deding? Ularni men himoya qildim. Yaqinlarimdek munosabatda bo'ldim. Shuni bilasanmi? Buni nazarda tutmadim. Unda nimani nazarda tuting? Qani bo'l, gapir, nimani? Meni noto'g'ri tushunding. Ha, yo'q. Men boshqa narsani nazarda tutdim. Shunaqami? Axir o'zing bilasan-ku, seni oldingda qarzdorman. Bo'ldimi?
voy xudoyim. Bilaman. Bu yerda nur qaytaruvchi nimcha kiyib yurish kerak. To'g'rimi? Ketdik oshna. Ketdik bu yerdan. Bu yerda hech nima yo'q. Ketdik. Haligi Rikni rejasi haqida o'ylab ko'rdim. Baribir hech qanday kafolat yo'q. Buni birinchi bo'lib men tasdiqlayman. Uni anchadan beri bilaman. Ichki tuyg'usiga ishonaman. Biz uchun eng muhimi birgalikda bo'lish. Agarda kim rozi bo'lsa, biz ketyapmiz. Ertaga tongda yo'lga chiqamiz. Erta tongda. Xo'sh. Kelishdikmi? Biz ketyapmiz. Toshli tepalikdan ko'chib ketyapmiz. Agar meni kecha eshitgan bo'lsang, bu yerga kelayotgan bo'lishing mumkin. Agar shunday bo'lsa, kelganingda ketgan bo'lamiz. Men qizil mashinada xarita bilan xat qoldiraman. Ortimizdan borishing uchun. Biz kasallikni nazorat qilish markaziga ketyapmiz. Agar biror narsa qolgan bo'lsa, faqat o'sha yerda bo'lishi mumkin. To'g'rimi, Morgan? U yer haqida gaping to'g'ri degan umiddaman. Bu menga hozir juda kerak. Hamma eshitsin. Kimda Sibir ratsiya bo'lsa, biz 40-to'lqinda bo'lamiz. Kamroq gapiringlar, xo'pmi? Agar ratsiyangiz bo'lmasa, boshqa istalgan yo'l bilan ishora berishingiz mumkin. Bir marta signal chalish mumkin. Bu karvonni to'xtatadi. Xo'sh, hammaga tushunarlimi? Biz ketmaymiz. Bizni oilamiz Birmingemda. O'z oilamiz bilan birga bo'lmoqchimiz. Yolg'iz o'zingiz ketasiz. Hech kim sizlarga yordam bermaydi. Tavakkal qilamiz. Oilamiz uchun shunday qilganim yaxshiroq bo'ladi. Aminmisan? Hammasini hal qildik. Aminmiz. Bo'pti. Bo'pti. Sheyn. Ha, 357. ha, bo'pti. Yarim quti bor. Hammaga barisi uchun katta rahmat. Qani kelchi. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Sendan minnatdorman. Xayr. Rahmat. Xayr. Agar fikringdan qaytsang, 40-to'lqin. Xo'p. Xayr. Bizning imkonimiz ko'pligini qayerdan bilasan, ha? Qani ketdik. Yuringlar, vaqt bo'ldi. Morgan, biz kasallikni nazorat qilish markaziga ketdik. Bu yer xatarli. Rik.
Bu ishlar bilan uzoqqa ketolmaymiz degandim. Furgondagisi kerak degandim. Uni tuzatsa bo'lmaydimi? Tuzatib bo'ldim. Hammasi ilma teshik bo'lib ketgan. Yamashga tasma ham qolmadi. To'g'rida nimadir ko'rinyapti. Omadimiz kelsa, balki yoqilg'i shoxobchasidir. Voy, Jimning ahvoli og'irlashyapti. Menimcha, boshqa bardosh yetmaydi. Hey, Rik, ularga qarab tur. Men oldinda nima borligini ko'rib kelaman. Men sen bilan boraman. Pana qilib turaman. Ehtiyot bo'linglar, tez orada qaytamiz, xo'pmi? Tez orada yana yo'lga tushamiz. Voy xudoyim, yo'q. Suyaklarim sinaman deyapti. Xuddi shishadek. Har bir chuqurlikdan o'tganimizda. Bu yo'l meni ado qilyapti. Meni shu yerda tashlab ketinglar. Tamom bo'ldim. Shunchaki tashlab ketinglar. O'z oilam bilan birga bo'lmoqchiman. Ular o'lgan. Menimcha, nima deyotganingni tushunmayapsan. Isitmadan aljiryapsan. Ha, buni bilaman. Bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Hozir hushim joyida. 5 daqiqadan keyin bo'lmasman. Rik, nima so'rayotganimni tushunyapman. Shuni istayapman. Meni shu yerda qoldiringlar. Buni men hal qilaman. Bo'ptimi? Bu meni qarorim. Seniki emas. Shuni xohlayapman dedi. O'xshi joydami? Shunaqaga o'xshayapti. Ha degan bo'lardim. O'shanda Derelni gapi to'g'ri desam gapimni bo'lding, a? Meni noto'g'ri tushunding. Men hech qachon odamni o'ldirishga rozi bo'lmayman. Men Jimdan nima xohlayotganini o'zidan so'raylik demoqchi edim o'shanda. Mana endi javobini bildik deb o'ylayman. Nima shunchaki tashlab ketaveramizmi? Vijdon azobi bilan yashasam kerak. Buni na sen, na boshqasi hal qilmaydi. Qani, Mana shunday. sekin. Yana bitta daraxtmi? Jim, bunday qilishing shart emas. Yo'q. Shu yer yaxshi. Shamol esib turibdi. Xo'p, bo'pti. Mayli. Azizim, shunchaki ko'zingni yumib ol. Qarshilik ko'rsatma. Jim, senga buni qoldiraymi? Yo'q. U sizlarga kerak bo'ladi. Men yaxshiman. Hammasi joyida. Biz uchun kurashganing uchun rahmat. Katta rahmat. Mayli.
Yong'in B3417 faol. Uzatish boshlansin. Mo'janin yong'in deb e'lon qilishganiga 194 kun bo'ldi. Kasallik global miqyosda tarqalganiga 53 kun. Klinik ijobiy natijalar yo'q. Sharqiy bo'limdagi binoni elektrni tejash uchun tarmoqdan uzib qo'ydim. Afsus, buni bir oy oldin qilsam bo'lar ekan. Buni uzoq hal qildim. Texnikani bilmasligim pand berdi. Elektrni tejagan bo'lardim. Hali ham yaxshi uxlay olmayapman. Biologik soatlarim o'zgarib ketgan. Yer tagidagi hayot salbiy ta'sir qilyapti. Hozir kunmi, tunmi, ochig'i bilmayman ham. Uzatish nihoyasiga yetdi. Ogohlik. Uskuna zaharli tutunni aniqladi. Hamma xodimlar xonani tark etsin. Tutun sog'liq uchun zararli. Qaytaraman, tutun sog'liq uchun zararli. Hamma xodimlar zararsizlantirildi. Xonani butunlay zararsizlantirish ishga tushirilsin. Yo'q! Xona zararsizlantirildi. T-19 namunalari rasvo bo'ldi. Bu yo'qotishni tasvirlab bo'lmaydi. Ayni damda bu namunalar yangisi edi. Biz olgan boshqa namunalar umuman to'g'ri kelmaydi. Ular shunchaki keraksiz o'lgan to'qimalarning namunasi. Sen bilan nega gaplashayotganimni ham bilmayman. Baribir meni hech kim eshitmayotganiga aminman. Shundaymi? Ha. Juda soz. Bu meni sharmandalikdan qutqaradi. Balki ertaga miyamni qatig'ini chiqararman. Buni hali hal qilmadim. Bugun esa mast bo'lguncha ichaman. Bu aniq. Qiziq, uni qanchalik uzoqqa otishim mumkin ekan? Menimcha ancha uzoqqa bo'lsa kerak. Hop! Stadiondan tashqariga uchib ketdi.
Ehtiyot bo'lib yuringlar. Olg'a, yurishda davom etamiz. Ehtiyot bo'linglar. Sekin. Sekin. Qani, Hamma sekin to'g'ri yursin. Ohista yuringlar. Yuringlar. To'xtamanglar. Birga harakat qilinglar. To'xtamanglar. Tezroq. Qani, ehtiyot bo'linglar. Carol, Yo'q. Birga yuramiz. Ketdik. Tezroq. deyarli yetib keldik. Xo'sh, nimadir bormi? Hech kim yo'q. Unda nega eshik yopiq? Zombilar. O'g'lim oldimga kel. Bizni mozorga olib keldik. U qaror qabul qildi. Hoy, Noto'g'ri qaror. jim bo'l dedim. Jim bo'l. Eshityapsanmi? Endi nima qilamiz? Eshik yopiq. U haq. Quyosh botgandan keyin shaharda qolish xavfli. Rik, Fort Bayniga borish kerak. Yoqilg'isiz, yeguliksiz 150 kilometrga yetib bora olmaymiz. 200 kilometr deyavering. Fortni unutinglar. Bizga hozir va shu yerda yechim kerak. Biror nima o'ylab topamiz. Ketish kerak, yuringlar. Hozirroq ketamiz. Ketdik. Iltimos, ketdik. Ketdik. Tezroq. Tezroq. Kamera qimirlayapti. Shunday tuyulgandir. U qimirladi. Rik, bu yechim emas. U avtomatik tarzda ishga tushgan. Hozir u sekinlashyapti. Qani yur. Yo'q, ketinglar. Oshna yon atrofga qara. Hamma o'lgan. Bunga ko'nikishing kerak. Rik, u yerda hech kim yo'q. O'sha yerdaligingizni bilaman. Meni eshityapsiz? Hamma mashinaga chiqsin. Iltimos, eshikni oching. Biz tushkun ahvoldamiz. Bizga yordam bering. Rik, u yerda hech kim yo'q. Yeguligimiz qolmadi. Yoqilg'i ham yo'q. Ko'zingni och, Rik. Boradigan yerimiz yo'q. Rik, bo'ldi qil, yur. Agar kiritmasangiz, bizlarni o'ldirgan bo'lasiz. Iltimos, kiriting. Yur deyapman. Bo'ldi. Rik, Iltimos, ko'zingni bos. bizga yordam bering. Rik. Ushbu serial Max Film TV buyurtmasiga binoan Shavik Son studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Zilola Rahimova. Filmga aktyorlar Behzod Muhammadkarimov, Muhammadjon Xo'jayev, Nargiza Mirzayeva, Elbek Mirzohidov, Abduhay Otaxo'jayev ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Shavkat Abdujamilov, rejissyor assistenti Qobil Sobirov, ovoz rejissyori Quvondiq Abdullayev, muharrir Ismoil Mahmudov, loyiha rahbari Sarvar Alijonov.